Assalomu alaykum asalarichilar. Mana bizni ko'p qavatli uylarimiz 3 qavat edi. Bunga kuchlisini ustiga bulturgi mikronukleuslarni romlarni qo'yib qo'ydi. Issiq o'rab, ona ari chiqib bunga tuxum qo'ygan. Tuxumlarni hozir ko'rsataman men sizlarga. Mana bu yerda tuxumi bor. Bir kunlik lichinkalari bilan mana ko'rsalar bo'ladi. Ularni endi biz mikronukleuslarga solamiz. Mikronukleuslarimiz mana urug'li romni berdik. Endi yana qaraymiz. Mana bu romchani ham qarayapti. Bu romda ham bormikan? Samaradan qarangchi, urug' bormikan mana unda. Meni ko'zim o'tmayapti. Uyog'ini ko'ringimsam. Tuxum holatdasi bormi o'g'lim? Yo'q, hozir yo'q. Yo'q ekan, ichiga solib qo'ying, asali bor ekan. Uni hozir ikkita romimizda qurtchasi bor edi. Mana bu uchinchisini ko'ramiz. Buni ko'ringchi o'g'lim. Bormikan? Bunisida ham yo'q-da. Solib qo'yavering. Ikkita romimizda bor. Endi bizda hozir shunday qilib bu romlarni joylab, keyin bu romlarga mana bu romlardagi mana bu romlarda nima yo'q. Bulardagi arini silkib beramiz ko'paytirish uchun. Mana buni ham silkaymiz. Mana buni ham silkaymiz. Mana silking. Endi mana buni ko'ramiz. Bunda bizga endi asalli rom kerak. Mana unda asalni ko'ringchi o'g'lim. Asali bormi? Bor. Asali bo'lsa o'shanga joylab qo'yavering. Mana bu dog'ini ham silkib yuboring. Mana bu asali yaxshiroq chekkaga qo'ying. Chekkaga qo'ying. Xuddi shunday qilib bek to'ldirib mikronukleuslarimizni biz boshqa arizorga olib ketaveramiz. Olib borib bularga bir 2 soat o'tgandan keyin bular faqat yosh arilar. 2 soat o'tgandan keyin bu nimalarimizga mikronukleuslarga ona g'umbayani beramiz. Bunda nimadan yutamiz? Biz 3 kun haligi salqin uyga qo'yib qo'yishdan yutamiz. Ona g'umbayini ya bo'lmasa tirik onani uchmaganni bersak, ichida qafaschalar. Ichida ochiq urug'lar bo'lgani uchun arilar tashlab ketmaydi va onani qabul qilib biz shu mikronukleusda ham nima arilarga ega bo'lamiz. Ya'ni shunda ona ari chiqaramiz. Ona urug'lanib bo'lgandan keyin
urug' qo'yib turganda qo'yganға 12 kun bo'lganda bulardan yetuk onani olib maqsadga muvofiq ishlatamiz va bu mikronukleosimizga yana ona gumbagini berib yana takroriy ona yetishtirishga davom etamiz. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.